BTS Express'ning yil yakunlari, ichki jarayonlari va qolaversa kelajak rejalari haqida ochiq suhbatlashamiz. 2025-yil BTS Express uchun qanday yil bo'ldi? Umumiy kirmoqchi bo'lgan sektorlarimizni to'g'risi ortig'i bilan biz ba'zi bir joylarda biz kutmagan rezultatlar bilan yakunladik. 2025-yil oxirigacha 300-filialni ochib ulgurdingiz. Butun O'zbekistonni qamrab oldik. Qozog'iston bozorida, Qozog'iston davlati ichida ham xuddi O'zbekistonga o'xshagan xizmat qurdik. Janubiy Koreyada, Rossiyada, Turkiyada bu faoliyatlarni ko'rsatardik. Tinchgina taksini chaqirib berib olganim yaxshi dedilar. Tushuntirib berdik, ishni qanchalik osonligi, qulayligini tushuntirgandan keyin rostdan shunaqa osonmi? O'zimizda misol uchun moliya bo'limida ishlab kelgan jamoamiz bitta a'zosini hozir o'sha direktor lavozimiga ham ko'tardik. Harakat qilib ketaveramiz. Xudo xolasa natijasini ko'rish nasib qiladi. Assalomu alaykum. Bizni YouTube platformasi orqali kuzatib kelayotgan obunachilarimiz, kanalimizga endigina obuna bo'lgan yurtdoshlar, yana bir bor sizlarni kanalimizda xush ko'rdik. Bugungi podkastimizda logistika sohasida jadal o'sib borayotgan kompaniya BTS Express'ning yil yakunlari, ichki jarayonlari va qolaversa kelajak rejalari haqida ochiq suhbatlashamiz va sezib turganingizdek bugungi mehmonimiz kompaniya bosh direktori Jalolov Behzod Rustamovich. Behzod aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Sizlar ham xush kelibsizlar. Behzod aka, siz bugun nafaqat direktor, balki bu kompaniyaning shu kunga yetib kelgunigacha bo'lgan jarayonning bevosita ishtirokchisi aytish mumkin bo'lsa, muhim shaxs sifatida suhbatdoshimiz bo'lasiz. Shu o'rinda sizga birinchi savol bilan yuzlanmoqchiman. Aytingchi, 2025-yil BTS Express uchun qanday yil bo'ldi? 2025-yil umumiy faoliyatimiz davomidagi eng sermahsul yillardan bittasi bo'ldi. Bugun kompaniyamiz 17 yilligi. Bayram? Xuddi shunaqa. 17 yil ichida eng sermahsul yil 2025-yil bo'ldi deya olamiz. Ham o'sha mijozlarga xizmat ko'rsatish, ham o'sha xizmatlarimiz turi, ham umumiy bozor ulushi jihatidan ham eng katta natijani 25-yilda ko'rsatdik. Demak, bosib o'tgan 2025-yildan qaysidir ma'noda qoniqdingiz. Albatta. Va 2026-yilga qo'yilgan rejalaringiz ulkan, bunga ishonamiz. Shunaqa. Sizga yana bir savol bermoqchi edim. Aynan shu 2025-yil boshida qo'yilgan maqsadlar va yil oxirida erishilgan real natijalar bir-biriga qanchalik mos keldi? Har yilni boshida, yangi yilni boshlanishidan oldin shu kompaniyaning budjeti, keyingi yil strategiyasi, maqsadlar belgilab olinadi. Xuddi shunaqa 2025-yilda aniq rejalari ham yilni boshida belgilab tasdiqlangan va butun jamoaga, o'sha ijroga topshirilgan. Har qaysi yo'nalish bo'yicha ham 2025-yilda yana ortig'i bilan bajarildi. Ya'ni shu yilni boshida biz bozorni taxmin qilganimiz, umumiy kirmoqchi bo'lgan sektorlarimizni to'g'risi ortig'i bilan biz ba'zi bir joylarda biz kutmagan rezultatlar bilan yakunladik. Yani, bu quvonarli holat, ya'ni. Shunaqa. Buni o'sha raqamlarda ham ko'rish mumkin. Ya'ni 25-yilni boshida 16 yillik faoliyatimiz davomida 150 ta misol uchun filialimiz bo'ladigan bo'lsa, bu filiallarni 2 barobarga oshirdik. Umumiy savdo hajmi, bozordagi ulushlarimiz ham sezilarli darajada o'sdi. Ya'ni shu paytgacha misol oldingi yilga solishtiradigan bo'lsak, hech qachon 25-yilgidaqa ya'ni o'sish kuzatilmagan. Agar siz to'g'ri tushungan bo'lsam, demak siz 2025-yil oxirigacha 300-filialni ochib ulgurdingiz. Xuddi shunaqa. 2025-yilda 300-filialimiz ochildi va buni tantanali nishonlab xalqqa ham bildirganmiz. Demak, hozirgi beradigan savolim aynan filiallar haqida bo'ladi unda. Kompaniyaning hududiy kengayish haqida gaplashadigan bo'lsak, siz uchun qaysi hudud yoki filial eng muhim strategik qadam bo'ldi? Umumiy ish faoliyatimiz bitta tizim deb oladigan bo'lsak, bu joyda ayni bitta joy muhim rol o'ynamaydi. Hammasini o'ziga yarasha o'rni bor. Uzviy bog'liq bir-biriga. Uzviy bog'liq bo'ladi protsesslar. Misol uchun asosiy bir abyom savdo Toshkentdan hisoblanadi. Chunki Toshkent o'sha ishlab chiqarish industrial jihatdan ham juda ham rivojlangan.
asosiy filiallarimizni soni ham shu uchun Toshkentda. Misol uchun 25-yilda 80 tacha filial bilan yopgan bo'lsak, qolgani o'sha viloyat markazlarida, keyin tuman markazlarida. 2025 oxiri bilan barcha tumanlarda filialimizni ochganmiz. Ya'ni har bitta o'sha tuman markaziga kirib bordik. Umumiyda butun O'zbekistonni qamrab oldik. Keyingi misol uchun qadamimiz endi buni ko'paytirish, yana ham mijozlarga yaqinlashish bo'ladi. Bundan tashqari faqat O'zbekiston bozori bilan cheklanib qolmaymiz. Ha. O'sha O'rta Osiyo davlatlari, o'zbek vatandoshlarimiz ko'proq yashaydigan, borib ishlaydigan davlatlar, undan tashqari shu rivojlangan, o'sha trend deydi, trend ketayotgan davlatlarda ham filiallarimizni ochib kirib borishni boshlaganmiz. O'tgan yili xuddi shunaqa Qozog'istonda faoliyatimizni boshladik. Qozog'iston bozorida, Qozog'iston davlati ichida ham xuddi O'zbekistonga o'xshagan xizmat qurdik. Undan oldin misol uchun o'sha Janubiy Koreyada, Rossiyada, Turkiyada bu faoliyatlarni ko'rsatardik. Umumiyda keyingi qadamimiz o'sha O'rta Osiyodagi davlatlarning hammasida bitta-bitta kirib borib, ya'ni o'zbek brendini, shu xizmatni biz o'zimiz tashkillashtirgan holda ko'rsatishni niyat qilib qo'yganmiz. Ya'ni maqsad qilib shu maqsadda oldinga qarab ketyapmiz. Xursandman, jahon bozoriga chiqayotganingiz, qo'shni davlatlar bilan hamkorlik qilayotgani bu quvonarli holat. Yana bir savol bermoqchi edik sizga. Xo'p, asosiy savolga o'tadigan bo'lsak. Xo'sh, 2025-yildagi eng katta yutuq raqamlarmi yoki jamoami yoki yondashuv o'zgarganidami? Rivojlanishning o'zi bir qancha faktori bor. Bunga o'sha kompaniyaning strategiyasi, biznesga bo'lgan qarash, albatta, bir tarafdan yordami tegadigan bo'lsa va asosiy kuch jamoa bilan birga bo'ladigan narsa. Bugungi kunga kelib jamoamiz ham juda ham kerakli, yetuk kadrlar bilan yetishdi. Ba'zi yetishmaydigan joyda tashqaridan misol uchun o'sha mutaxassislarni jalb qildik. Asosan va kompaniyamiz ichida kadrlar tayyorlash tizimimiz bor, siyosatimiz bor. O'zimiz o'sha yosh kadrlar kelib qaysidir joyda lavozimda ishlaydigan bo'lsa, yo'nalishiga, qobiliyatiga qarab sekin-sekin o'sib borishi bor. Juda ham ko'plab misollar bilan misol uchun keltirish mumkin. Ba'zi bir yo'nalish rahbarlarimiz, bo'lim boshliqlarimiz, departament rahbarlarimiz oddiy xodim lavozimida ishni boshlab, sekinlik bilan rivojlanib, o'sib kelishgan. Bular ham pishib yetilib keldi deb o'ylayman. Umumiy kompaniyani bir rivojlanish missiyasi bor. Ya'ni bozorda biz kimmiz degan savolni javobi bor. Hamma buni biladi. Kompaniyamizning qadriyatlari bor. Shundan kelib chiqqan holda jamoa shakllandi va bu qadriyatlarimiz bir-biriga tushganligi uchun deyarli hamma kompaniyani yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rganidan, ya'ni xizmat qilayotganini sezamiz. Har qanaqa strategiyani belgilaganiz bilan buni amalga oshiradigan va jamoa hisoblanadi. Inson omili muhim faktor ya'ni. Albatta, bizni ishda ayniqsa, chunki biz to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berish xizmati bilan shug'ullanganimizdan keyin inson faktori xohlasak, xohlamasak rol o'ynaydi. Va kuchli strategiya, to'g'ri boshqaruv va o'sha kuchli jamoa bilan har qanaqa maqsadga erishsa bo'ladi. Va buni 2025-yilda shu BTS misolida ham ko'rdik. Rahmat. Endigi savolim, qaysi loyiha yoki qaror kompaniya rivojiga kuchli ta'sir ko'rsatdi? Rostini aytsam, bu menga ham qiziq. Har qaysi davrga qarab bozorda tendensiya o'zgaraveradi. Bugungi kunda o'sha IT texnologiyalar, internet, umumiy sifrovoy dunyo juda ham katta tezlik bilan o'zgardi va bu o'zgarishlar bozordagi ba'zi tendensiyalarni o'zgarishiga olib keldi. Misol uchun ilgari kiyim kiymoqchi bo'lsangiz, qaysidir do'konga yoki bozorga borib kiyinadigan bo'lsangiz, bugungi kunda aksariyat odam uje hammasi onlayndan, qanaqadir marketplace'dan bo'lishi mumkin yoki bizda rivojlangan Instagram, Telegramdan bo'lishi mumkin, onlayn zakazga o'tishni boshladi. Bu endi rivojlangan mamlakatlarda bir necha 10 yillar oldin boshlangan bo'lsa, bizda bu trend endi shakllanishni boshladi. Ayniqsa pandemiyadan keyin
odamlar ko'chaga chiqa olmagandan keyin sekin bu onlayn biznes rivojlanishni boshladi va trend bu tarafga ketayotganini ko'rib turib, biznesingizni agar shunga moslashtirmasangiz, orqada qolib ketishingiz aniq. Va biz ham umumiy produktimizni, biznes modelimizni onlayn ya'ni tijoratga moslab, ularga to'g'ri xizmat ko'rsatishga qarab ya'ni shakllantirdik. Shu ba'zi bir eskicha qarashlarni o'zgartirdik. Ya'ni xohlagan inson bir magazinda bo'ladigan bo'lsa yoki nimadir mahsulotni offlaynda sotib yurgan bo'lsa, onlaynga biznesini o'zgartirdimi, unga dastavka xizmati kerak. Albatta. Instagram bo'ladimi, Telegram va qanaqadir saytlar qilib sotishni boshladi. Endi eng asosiysi buni sotish emas, uni vaqtida klientini fikri o'zgarib qolmasidan yetkazib berish. Yetkazib berganda ham sifatli yetkazib berish. Sifatli albatta. Xuddi shunaqa biznes modelni shunga to'g'irladik. Bu juda ham katta o'zgarish bo'lgan. Misol uchun raqamda gapiradigan bo'lsam, 2025-yilni boshiga qaraganda 4 baravardan ko'proq, ya'ni bir oyda 100 ta onlayn zakaz yetkazib bergan bo'lsak, o'sha yil oxiriga kelib bu o'sha 4-5 baravarga o'tib ketdi. Endi 100 bu misol qilib gapirdim. Va biznes modelini ham xuddi shunga moslashtirganimiz, ya'ni Kompaniyaning yutug'i bo'ldi. Juda ham katta yutuqlardan bittasi bo'ldi. Undan tashqari bu endi yana bir omil bo'ladigan bo'lsa, undan tashqari baribir inson pul to'lagandan keyin, ya'ni sizning xizmatingizdan foydalangandan keyin eng asosiysi talab qiladigani tezlik, sifat. Va haqqi bor bunga. Vaqtida sifatli yetib borish kerak. Va asosiy baribir bizning missiyamiz ham va butun jamoani ham fokusi sifatli xizmat ko'rsatishga bo'ladi. Bu bo'yicha misol sifat nazorati bo'limlarini tashkillashtirganmiz. Butun IT sistemamiz hammasi vaqtida to'g'ri yetib borishini nazorat qilishga qaratilgan. Va buni statistikalarini yig'izamiz. Misol uchun bugun 10 mingta tovardan nechtasi vaqtida yetib bormadi yoki 100 mingtadan nechtasi vaqtida yetib bormadi. Buni kunlik kuzatish tizimimiz bor va qaysidir joyda muammo ko'payadigan bo'lsa, o'sha joyga to'liq fokus qaratib, muammoni vaqtida yechishga harakat qilinadi. Undan tashqari o'sha filiallar haqida gaplashdik. Bu ham juda ham muhim omil. Ya'ni mijozga qanchalik yaqin bo'lsangiz, unga qulay bo'lsangiz, ya'ni kam vaqtini sarflaydigan bo'lsa, sizni tanlaydi. Tabiiy. Shunga o'xshagan bir umumiyda bir 7-8 ta faktor asosiy ya'ni rivojlanishingizda bu sohaning rivojlanishini omili bo'lib hisoblanadi deb o'ylayman. Tan olishimiz kerak, rostdan zamon jadal rivojlanib boryapti, shiddat bilan o'zgaryapti. Qolaversa, bugungi kunda yurtimizda ko'plab islohotlar ham amalga oshirilyapti va ishonamanki, aynan logistika sohasida ham bir qator o'zgarishlar, islohotlar yuz berdi. Siz uchun aynan shu o'zgarish davridagi eng og'ir kechgan muammo qaysi bo'ldi deb o'ylaysiz? Bugungi umumiy davlatimizning siyosatini ham oladigan bo'lsak, tadbirkorlikka juda ham katta imkoniyatlar bor. Albatta. Endi chiqayotgan qonunlar kimgadir qulay, noqulay bo'lishi mumkindir balki, lekin bu hamma uchun. Ya'ni bitta qonun chiqsa, u bizga ham, boshqaga ham ta'sir qiladigan. Hamma barobar. Hamma barobar, u unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi. Asosiy baribir qiynaladigan narsamiz bu madaniyat bilan. Ya'ni madaniyat deganda bir 15 yil oldin lavash madaniyati kirib keldi, to'g'rimi? Keyinroq KFC keldi, tovuq madaniyati shakllandi. Xuddi shunga o'xshagan dastavka madaniyati endi shakllanayotgani asosiy bu ya'ni muammo desak bo'ladi. Misol rivojlangan mamlakatlarni ko'rsangiz, savdosini juda ham katta qismi, обороты juda ham katta qismi onlaynlashgan. O'sha dastavka hamma uni dastavkani qanaqa qilish yoki undan foydalanish o'sha tarafga o'tib ketib qolgan. Ya'ni bir necha 100-200 baravarlab bizga qaraganda oldinroqda. Bu madaniyat sekin-sekin shakllanib keldi, bizda ham odamlar o'rgandi va hali ham shakllanmoqda. Biz endi rivojlanayotgan etapdamiz deb hisoblasak, endi bizdagi tug'ilgan qiyinchilik shu madaniyatni rivojlanishini tezlashtirishda qiynaldik. Ya'ni biz o'rgatishimiz kerak. Ko'nikma hosil qilish kerak. Zo'r anaqa ham bor gap bor. Insonlar o'zi nima
xohlashini bilmaydi, unga taklif qilish kerak degan. Shunga o'xshagan biz qanchalik bu ishni rivojlantirsak, qanchalik ommalashtirsak, odamlarga yetkaztirib borsak, shunchalik ishimiz ham osonlashadi. Aynan qiynalgan joyimiz shu bo'ldi. Chunki bitta Perigorga borganimda, brendni aytmayman, taniqli brend, juda ham katta ob'yomda ishlaydi. Manimcha Toshkentda u magazinni bilmagan odam bo'lsa kerak, u savdo kompleksini. Rahbarlari bilan ko'rishganimizda viloyatga mol chiqazar ekanlar, taksilarni chaqirib Pitagdan yetkazib yurganlar. Ko'rishgan paytimizda biz mana shu ish bilan shug'ullanamiz desam, bilaman. Nega foydalanmaysiz desam, sizlarni bosh og'riqliklar, valakiydanglar ko'p bo'lsa kerak, hujjatbozlik, boshqa, tinchgina taksini chaqirib berib o'rganim yaxshi dedilar. Tushuntirib berdik, ishni qanchalik osonligi, qulayligini tushuntirgandan keyin, rostdan shunaqa osonmi dedi. Rostdan shunaqa oson. Bir Pitag bilan ishlab yoki bir taksi ko'chadagi avtobuslarga berib o'rgandan biz bilan ishlash ancha qulay. Va odamlarda yengillikka baribir yopiqlik, qo'rquv bor. Qanaqa bo'ladi deydi. Misol uchun bitta programma chiqsa, bu qanaqa ishlatar ekanman, xato qilib qo'ymas ekanmanmi degan baribir insonning ichida qo'rquv bo'ladi. Shu qo'rquvni yenga olsak, biz yengishga yordam bersak, menimcha bu soha juda ham katta, bundan ham katta trendlarda o'sadi deb o'ylayman. Albatta. Ba'zida ichki jarayonlarda yo'l qo'yilgan xatolar bo'ladi va bu tabiiy holat. Hammamiz insonmiz. Sizda qaysi xato ro'y berdi va undan qanday saboq oldingiz? To'g'ri. Ish bor joyda xato bo'ladi. Ya'ni albatta. Ishlamaydigan odam xato qilmaydi. Xuddi shunaqa qarorlarda ham ba'zi bir kamchiliklar yoki bozorda biz kutgan tarafga ketmagani, ba'zi bir joylarda noto'g'ri, misol uchun o'sha analizlarni o'tkazganimizdan xatolar bo'lgan. Eng asosiysi baribir har qanaqa biznesda vaqtida to'g'ri tizimlashtirish deb o'ylayman. To'g'ri tizim qo'yilgan va bu tizim avtomatlashgan biznesda xato kamroq bo'ladi. Ya'ni siz bitta narsani o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, uni sana olishingiz kerak. Ya'ni sana biladigan, hisoblay oladigan narsangizni o'zgartira olasiz. Ya'ni men bu joyda 6 ta suv borligini bilsangiz, buni 7 ta qila olasizda. Sizga buni sana olmasangiz, ko'rinmasa, sizga men bitta 7 ta suv tursin deganim bilan 7 ta o'zi nechta borligini bilmaysiz. 4 ta olib kelasiz. Bu o'zi 5 ta ekan, 2 ta qaytarishim kerak ekan, yana ortiqcha ish, shunga o'xshagan narsa. Vaqtida to'g'ri tizimlashtirish kerak. To'g'ri, biznesning boshida hamma narsa qo'lda bo'ladi. Bitta o'zingiz 10-15 ta xodim bo'ladi. Boshqara olasiz, nazorat qila olasiz, lekin o'sha hajm kattalashgandan keyin, mijozlar ko'paygandan keyin buni konkret tizimini qo'yish kerak, to'g'ri strukturani qo'yish kerak, struktura bo'yicha o'sha to'g'ri insonlarni joy-joyiga qo'yishingiz kerak va bu ishlarni hammasini avtomatlashtirib, programmalashtirish kerak. Albatta. Programmalashtirganingizdan keyin raqamlar aniq chiqadi, analizlar to'g'ri chiqadi va qarorni maksimum to'g'ri ola olasiz. Ishni boshida ba'zi payt shu hisob-kitoblar bilan ham boya aytganimdek, ba'zi bir olgan qarorlarimiz bozor boshqa tarafga ketib qolgan, ya'ni o'sha marketing analizlari to'g'ri o'tkaza olmaganmiz. Shuni hisobida pul yo'qotishlarimiz bo'lgan. Ba'zi bir joyda o'sha tizimli boshqaruvda, nazoratda sutkashlik qilingan. Uni ortidan o'g'riliklar bo'lib ketib qolgan. Sekin-sekin buni yashab, tajriba olib, to'g'rilab rivojlanib kelyapmiz. Yaxshi, Behzod aka, hozir sizga beradigan savolim aynan boshqaruv sohasida sizga eng qiyin bo'lgan boshqaruv qarori qaysi biri bo'ldi va nega uni qiyin deb atayapsiz? Har qanaqa o'zgarish qiyin kechadi. Ya'ni tabiiy holat. Zona komfortnost deydi o'zbekchasi, ya'ni bitta joy, bitta ishga, qanaqadir bir muhitga o'rganib qolasiz, qulay bo'ladi sizga. O'zgarish har doim qiyin kechadi. O'sha 19-yilga kelib, ya'ni savdomiz oshavergandan keyin boshqarishda qiyinchiliklarga duch kelganmizda va kompaniyani tizimlashtiramiz deganmiz. Ungacha o'sha har qanaqa qo'limizdan kelgancha boshqarib ishlagan bo'lsak, keyin o'qishga majbur bo'lganmiz. O'qishni boshlaganmiz va konsultantlarni yollab biznesni tizimlashtirishni boshlaganmiz. Shu jarayon
bu qarorni olganmiz. Bu xato qaror demoqchi emasman. Bu qarorni olganmiz va ortidan ancha qiynalganmiz. Chunki butun jamoani ishontirish kerak. Bu o'zgarishlar nimaga olib kelishini, buni tizimlashtirsak nima bo'ladi, qoidalarni o'zgartirsak nima bo'ladi. Va shu jarayon ozgina qiyin kechadi. Bu hammaning boshida bor. Hamma menimcha biznes bilan shug'ullanadigan hamma boshdan o'tkazgan bo'lsa kerak. O'zgarish kirgizish har doim qiyin bo'lgan. Va bunga sobit turish kerak va bunga qarshi chiqqan har qanaqa ya'ni jamoa a'zosidan voz kechish kerak deb hisoblayman. Siz o'zgarmoqchisiz, rivojlanmoqchisiz va bunga qarshi chiqadigan inson shundoq ham yaxshi ishlab yuribmiz-u, nimaga keragi bor shuni qilishni, shundoq ham ishimiz yaxshi-yu, shundoq ham yaxshi pul topyapmiz-u deb fikrlaydigan odam bilan rivojlana olmaysiz. Shu joyda shu qarorni olganmiz. Kimlardir komandamizdan chiqib ketib qolgan, juda ham katta qismi ketib qolgan desak ham bo'ladi. Va boshqatdan kerak bo'lsa, kerakli o'sha rivojlanishni xohlaydigan komanda bilan ishni davom ettirganmiz va bu joyda eng muhimi shu kompaniyani qadriyatlarini ishlab chiqib qadriyatlarida kirgizib qo'yganmiz. Ya'ni o'sha 5 ta asosiy qadriyatimiz bo'lsa, bu bir davlatda konstitutsiya bo'lsa, konstitutsiya misoli. Bunda ham o'sha 5 ta asosiy tamoyil bor va nima mumkin emasligi kirgizib qo'yiladi. Hamma biladi. Nima mumkin emas. Hamma biladi. Qaysini bajarmasa ishdan ketishi mumkin, qaysini bajarsa, misol rag'batlantirishi mumkin. Xuddi shunaqa rivojlanishda o'zgarish qilish kerak. O'zgarish hech kimga yoqmaydi va o'sha joyda ancha qiynalasiz. Demak, agar o'sha paytda qaytadigan bo'lsangiz, bu qaroringizni o'zgartirgan bo'larmidingiz yo o'zgartirmasmidingiz? Yo'q, bu qarorni o'zgartirmas edim. Agar o'sha paytga qaytadigan bo'lsak, bundan ham sal shijoatliroq bo'lib, mahkamroq turib, yana qat'iyat bilan yana bosgan bo'lardim. Hozir aytib o'tganingizdek, bermoqchi bo'lgan savolim haqida bo'lib qoldi. Aynan o'sha qaror berganingizdan keyin jamoani boshqatdan yangi tarkib bilan tuzdingiz. Siz uchun jamoani shakllantirishda tajriba muhimmi yoki xarakter? Bu ikkita tarafda ham bo'ladigan narsa. Misol uchun jamoani shakllantirayotgan paytingizda siz o'zingizda ham tajriba bo'lish kerak va albatta boshqaruvchilik xarakteringiz bo'lish kerak. Misol hamma ham boshqaruvchi bo'la olmaydi. Nimaga? Chunki bu xarakter. Kimdir buni ko'tara oladi, kimdir bunda tura oladi, kimdir tura olmaydi. Kimdir xarakteri misol uchun buxgalter deylik. Buxgalter bitta joyda konkret ishini qilib o'tiradigan odam bo'ladi. Boshqaruvchi energiya bilan hamma bilan ishlash kerak. Xarizmatik bo'lish kerak va bu insonlarni tanlayotganda hamma o'zini kompaniyasini ketayotgan yo'li va qarashlariga ko'ra tanlaydi. Tabiiy. Misol uchun men uchun xodimni tanlayotgan paytda birinchi o'rinda uni shaxsiy qadriyatlari turadi. U to'g'ri, halol, ya'ni rivojlanishni xohlaydigan, energiyaga to'la, ko'zi yonib turadi-yu, ko'zi yonib turadigan inson bo'lishi kerak. Va keyingi o'rinda ya'ni kasbiy malakasi. Zo'r kadr bo'lishi mumkin, O'zbekistonda unaqasi bo'lmasligi mumkin, lekin uni qadriyati, qarashi, xarakteri umumiy jamoaga, kompaniya muhitiga tushmaydigan bo'lsa, uni hech qachon olmagan bo'lardim va olmaymiz. Olgan taqdirimda ham ko'pga bormaydi. 2-3 oydan keyin baribir jamoadan ketishga majbur bo'ladi. Demak, tajribasi bo'lmasa, sizda u bilimni, ko'nikma, malakalarni berish nimasida ishlab chiqilgan. Misol uchun, zo'r xarakterli, yaxshi kadr tajribasi kamroq bo'lsa, uni olib men misol uchun 5-6 oy, 1 yilgacha ya'ni tajribasi o'sishini kutishga men roziman. Chunki ichki muhit va jamoaviylik muhim. Har qanaqa ishda, biznesda, ayniqsa bizning ishda, ya'ni bu yerda butun struktura, har bitta bo'lim hamjihatlikda ishlamasa, bitta tovar, bitta mijozdan olib yetib borgunigacha bo'lgan jarayon juda ham uzoq jarayon bizda va bir 10 ga yaqin bo'limdan o'tadi. Bu bo'lim hamjihatlikda ishlamasa, kelishib ishlamasa, nafasiga to'g'ri kelmasa deydi-yu, ishni ya'ni sifatli bajara olmaymiz. Bitta umuman dunyoqarashi boshqa, ya'ni xarakterli inson bo'lsa-da, bitta boshqa bo'limda umuman boshqacha fikrlaydigan inson bo'ladigan bo'lsa, bu jamoada ishlamaydi. Bo'lishi mumkin, to'g'ri, hamma ham bir xil insonlarni yig'a olmaysiz.
lekin maksimal yaqin bo'lish kerak. Hatto dunyo qarashi, o'sha qadriyatlari bir-biriga yaqin bo'lish kerak. To'g'ri, endi bularga o'xshamaydigan kreativ fikrlaydiganlar ham bo'lishi mumkin. Endi bularni qanaqadir misol uchun marketing bo'limidir, ya'ni yoki bir ijodiy bir ishlaydigan qaysidir bo'limlarda ishlashi mumkin. Yaxshi javobdan qoniqdim. To'g'risi, meni o'zim ham hayotda kichik bizneslar boshqalar qilib ko'rganman. Aynan xodim tanlashda qilgan xatolarim hammasi hozir ko'z oldimdan o'tyapti. Aynan boshqaruv masalasiga kelganimizda, boshqarishda ikkita modeli bor ekan. Bittasi aytaylik, qattiq nazorat, ikkinchisi ishonchga asoslangan tizim. Sizda qaysi biri? Ikkalasi ham kerak. Menda qanaqa? Men ishonib bitta ishni topshiraman, Xo'p. lekin nazorat qilaman. Ya'ni ishonch bu nazorat qilmaslik degani emas. Endi ishonmasangiz bitta ishni bermaysiz. Albatta. Ya'ni men har bitta joyda ishlayotgan, ya'ni jamoamizning a'zolarining har bittasiga ishonaman. Ishonganim uchun shu lavozimda turibdi. Lekin ishini nazorat qilinadi. Albatta. Ruslarda ham maqol bor-ku, daverayin, proveryayin. Xuddi shunga o'xshagan. Ikkalasini birgalikda olib borish kerak. Unga ishonchingiz yo'qligini sezgan xodim siz bilan ko'p ishlay olmaydi. Rezultat ham ko'rsata olmaydi. Ishonchingizni, uni shu kompaniyaga kerakligini doim his qildirib turishingiz kerak. Orada maqtab turishingiz kerak. Har bitta insonning qonida bor narsa bu. Oddiy telefonda o'yin o'ynab tursangiz ham 40 yoshga kirib, o'sha o'yinni misol uchun har bitta yutganingizda super deb yozuv chiqsa, boshqacha ruhlanasiz-da o'yinni o'zidan. Demak, Oddiy ruhlantirib turish kerak. Shunaqa har bittasini qilayotgan ishini endi to'g'ridan to'g'ri maqtamasangiz ham bildirishingiz kerakki, yaxshi ishlayotganini. Ishini har doim tekshirishingiz kerak, nazorat qilib borishingiz kerak. Bu ham o'zini rivojlanishi uchun, ham to'g'ri ishlashi uchun asos bo'ladi. Aytmoqchisizki, qilayotgan ishiga sizni xodimingiz, sizni munosabatingizni baribir sezishi kerak. His qilish kerak. U o'sha bir marta bir kompaniyaga foyda keltiradigan bitta ish qildi. Ishdan tashqari deylik, ya'ni o'zini qilmasa ham bo'lardi, shuni qildi. O'sha qilgan paytda uni e'tirof etmasangiz, bo'ldi, keyingi safar uni qilmaydi. Nima foydasi bor? Baribir hech kim bilmas ekan, qilgan ishimni ham. Bunaqa narsa ham ko'p. Bundan tashqari hozir endi Z avlod bilan biz to'g'ridan to'g'ri ishlashga majburmiz. Bular misol uchun ko'proq bu narsani xohlaydi. O'zi bilan ichida ishlaydigani, ya'ni bir qanaqadir maqsad, mas'uliyat bo'yniga olib qaraydigani kammasu vaqt bor. Ya'ni misol bizda ko'proq o'sha 20 yosh atrofidagi yoshlar bo'ladigan bo'lsa, o'zi bular bilan ishlash o'zi bir qiyinroq masala va baribir anaqasini rezultatini e'tirof etib turish kerak. Va kelajagimiz ham shular. Xohlaymiz, xohlamaymiz, 10 yildan keyin, 10 yil, 15 yildan keyin to'liq hamma joyidagi kadrlarni, lavozimlarni egallaydigan kadrlar ham shular. Rahmat Behzod aka. Hozirgi kunda BTS Express juda ham ko'plab xonadonlarga kirib ulgurdi. Kengayishlar katta bo'ldi, yutuqlar, muvaffaqiyatlar hammasi yaxshi o'z o'rnida ketyapti. Bu degani bu kompaniyada avtomatlashtirish yoki texnologiyalar allaqachon kirib keldi sizning kompaniyangizga. Va bu avtomatlashtirish va texnologiyalar sizni qaysi ishingizni yengillashtirdi? Biz ancha yillar oldin umumiy tizimimizni programmalashtirganmiz. Va o'sha zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda o'sha yuklarni qabul qilish bo'lsin, yetkazib berish bo'lsin, ishlab chiqqanmiz. Mobil ilovalarni, misol uchun o'sha kuryerlarimiz uchun ham, operator yoki mijozlarimiz uchun ham ishlab chiqarganmiz. Bizning sohada mobil ilovasi ishlagan faqat bizmiz o'zi. Bular hammasi o'sha ishni osonlashtirish, qulaylashtirish, mijozlarga ham qulaylik, o'zimizga ham qulay bo'lishi uchun yaratilgan. Endi yaqin umumiy bo'lib qolmasin, yaqin 25-yilda nima qilding deydigan bo'lsak,
Bizani saralash markazlarimiz bor, omborlarimiz. Mhm. Butun filiallardan har kuni kechqurun omborlarga yuklar yig'iladi va u joydan viloyatlarga ajratilib, mashinalar bilan viloyatlarga chiqib ketadi. Xuddi shunaqa viloyatlarda ham yuklar yig'iladi, Toshkentga yoki boshqa viloyatlarga har kuni shu jarayon amalga oshiriladi va juda ham katta vaqtimizni oladi. Chunki Toshkentda 80 ta filialdan yuklar yig'ilib kelgandan keyin bu 80 ta filialdan yig'ilgan yukni 12 ta viloyatga, 12 ta viloyatdagi o'sha 250 ga yaqin filialga ajratilishi kerak. Xo'p. Va biz buni o'sha saralash mashinalari bor. Sortinglar. Xuddi shu tizimni birinchi etapini joriy qildik. Bunda o'sha mashinadan yuk keladigan bo'lsa, liniyaga tushadi. Liniyadan o'zi o'sha viloyatlarga yoki mashinalarga ajraladigan tizimni joriy qildik. Endi bu tizimni 26-yilda yana ham takomillashtirib, to'liq avtomat sistemaga o'tkazmoqchimiz. Lekin mana shu 25-yilda ham qo'ygan sistemamizni o'zi o'sha protsesslarimizni ombordagi 2 soatgacha qisqartirdi. Ya'ni kechqurun 11 da misol uchun chiqib ketadigan bo'lsa yuklar, shuni 9 gacha tushirishga Vaqt tejaldi. Vaqt tejaldi. Bu degani ertalab o'sha viloyatga 2 soat ertaroq yetib boradi va mijozni qo'liga ham 2 soat ertaroq yetib boradi deyish mumkin. Bu endi o'sha qilgan ishlarimizdan bittasi. Yaxshi. Endi siz bilan kelajak haqida suhbatni davom ettiramiz. 2026-yil uchun BTS Express oldiga qo'yilgan asosiy strategik yo'nalish. Bir qancha yo'nalishlarimiz bor. Asosiy yo'nalish bozorni juda ham kattaroq qismini egallash. Mayli mijozlarimiz kuzatuvchilar orasida bo'ladigan bo'lsa, kutishlari mumkin. Bu yil filiallarimizni sonini yana 2 barobarga oshirmoqchimiz. Ya'ni har bitta mahalla, har bitta ko'chaga kirib borishimiz kerak. Va bu rejani amalga oshirish uchun yanvar oyidan boshladik. Yanvar oyi rejalarini ham yopishdi. Va eng asosiy maqsad baribir BTS brendini to'liq 100% hamma bilishi. Bugungi kungacha misol uchun 3 milliondan ortiq inson bizdan foydalangan bo'lsa, keling 5 million odam taniydi deb hisoblaylik. Raqobatchilar bor, boshqasi bor. Lekin tanishi mumkin bo'lgan yoki foydalanishi mumkin bo'lgan deylik 15 million odam bor. Qolgan 10 millioni ham bizni tanish kerak degan mantiqda juda ham katta kuchimizni berishni boshlaganmiz. Lekin biz o'ylagandan ancha yaxshiroq. Kecha bolalar bilan bitta tadbirga bordik. BTS tanishtirish uchun endi BTS biladiganlar yoki foydalanganlar qarsak chalinglar desa, deyarli butun zal qarsak chaldi. Bu degani ancha inson tanidi, bildi va harakat qilamiz bu yil maksimum hamma tanishini. Bundan tashqari Amerikani mo'ljallaganmiz bu yil. Yevrosoyuz deydi, Yevropa ittifoqidagi davlatlarni ya'ni ochib u joyda xizmatni yo'lga qo'yishni o'ylaganmiz. Xitoy bilan boshladik. Rejalarimiz katta, ham O'zbekiston ichida, ham tashqi bozorda, ya'ni o'zimizni o'rnimizni egallashimiz kerak, brendni tanishtirishimiz kerak. Undan tashqari kompaniya kengaygan sari ba'zi bir yo'nalishlarni alohida qilib chiqazganmiz. Misol uchun BTS Logistika degan alohida kompaniya qildik. O'ziga alohida direktorini biriktirib, byudjetlarini, strategiyasini alohida qilib, mashinalar bilan chiqazib, alohida logistika kompaniya qilganmiz. Misol uchun xalqaro yo'nalishda va O'zbekiston ichida logistika xizmatlarini ko'rsatishni boshladi va alohida qilib fokusni ham alohida qilganimizdan keyin 3-4 barobar o'sishga muvaffaq bo'ldi. Undan tashqari BTS Global degan o'sha xalqaro bozorda xizmat ko'rsatish uchun alohida brend ishlab chiqdik. Alohida kompaniya qilib bu ishlarni boshlaganmiz. Ya'ni kompaniya qanchalik kattalashaversa, boshqarish qiyinlashaveradi va uni yo'nalishlarni alohida qilib kichkina boshqa firmalarga ajratib, ya'ni boshqaruvga o'tganmiz. Umumiyda biz to'liq
logistika xizmatlarini ko'rsatishga moslashganmiz. Ya'ni o'sha Xitoydan tovaringizni olib kelib, yetib borishigacha saqlashimi, bojxona xizmatlarimi hammasini ko'rsatamiz. Yangi Hayot tumanida bojxona omborimiz bor. O'zimizni undan tashqari yuk saqlash omborimiz bor, fulfillment deydi. O'sha bir qancha xalqimiz taniydigan o'sha mashhur brendlar, o'sha Adidas, Nike o'xshagan bizning omborimizda turadi. Xabarim bor. Indeksda. Indeksda va Yangi Hayotda ham 5000 kvadratli sklatimiz bor. Hozir yonidan yana 20 mingga yaqin qurilish boshlaganmiz. Xuddi shunaqa rivojlangan sari yo'nalishlarni o'zini ham alohida qilib chiqazib, shunga qarab strategiyalarni, rejalarini olib ketamiz. Bersaka hozir o'rni kelib qoldi, aytib o'tmoqchi edim. Yaqinda o'zimni hayotimdan real bo'lgan voqea, Telegramda sinfdoshlari gruppasi bor. O'zim Farg'onadanman, o'rtoqlar choyxona qilishyapti, aytyapti, osh pishdi, oshga kelinglar. Biz Toshkentdanmiz, bora olmaymiz. Boshqa Toshkentdagi o'rtoqlardan bittasi yozib yubordi. Bitteslar boringlar dedi. Ilgari masalan pochta qilib yubor yoki chiqarib yubor, taksidan berib yubor degan bo'lsa, bitteslar bor dedi. Dedim, bitteslar bor degani, demak bu atama kirib kelyapti. Bitteslar bor desa, odam xohlasa, xohlamasa pochta qilib chiqarib yubor degan ma'noni anglayapti. Men bundan xursand bo'ldim. Shuni hozir aytmoqchi edim. Hali ommalashmadi, lekin viloyatda anchadan beri bor. Bu bir 5-6 10 yillar oldin ham BTSlar bor degan tushuncha o'sha Xorazm, Nukuslarda juda ham ko'p bo'lardi. Endi buni sekin-sekin o'zimiz sun'iy tarzda ham, ya'ni ommalashtirishga harakatdamiz. Ya'ni pochta atamasi, pochta haqida gap ketsa, odamlarning tasavvurida BTS birinchi BTS keladi. Pochta qilib yoki pochta jo'natib yubormasda BTSlar bor degan tushuncha bor. Buni biz o'zimiz ham harakat qilyapmiz, lekin bu ishni bizdan oldin mijozlarimiz o'zi boshlagan. Shunaqa. Demak, bu mehnatning samarasi. Bundan xursand bo'lish kerak. Harakatdamiz. Siz shaxsan rahbar sifatida 2026-yilda kompaniyada nimani o'zgartirmoqchisiz? O'zgartirishdan ko'ra yaxshilik deydik. Ya'ni biz har yili nimadir yangilik kirgizib, tizimni yaxshilashga harakat qilib ketamiz. Ya'ni yangi bir narsa kirgizilmaydi. Misol uchun, moliya eskidan yo'lga qo'yilgan bo'lsa, 25-yilda moliyani yana ham o'sha jahon standartlariga mos keladigan tizimlarga o'tkazdik. 26-yilda men asosiy o'zim xohlayotganim va jamoaga ham qo'yayotgan talabim kadrlar bilan ishlashni yaxshilash, ya'ni yosh pokoleniyaning ichidan o'sha o'tib borani ko'zi yonib turganlari bo'ladigan bo'lsa, ajratib olib, alohida ustoz shogird tizimini joriy qilishni alohida qilib, ya'ni vazifa qilib biriktiryapman. Va undan tashqari har bitta yo'nalishchi rahbari bo'ladimi, xodimlarni KPI'lari bor. Ya'ni oylik bajarishi kerak bo'lgan o'sha ko'rsatkichlari bor va o'sha ko'rsatkichlarni bajarishiga ko'ra qo'shimcha bonus olishadi. Va har bittasini bonusiga o'sha KPI'larini ichiga rivojlanishni tiqtiryapman. Ya'ni rivojlanish rejasini HR tomonidan tuzib chiqiladi va shuni bajarishiga ko'ra pul oladi. Rivojlanmasang bonus ham yo'q senga degan. Harakatda turishga majbur. Rivojlanish kerak, chunki xodim qanchalik rivojlansa, kompaniya uni orqasidan rivojlanadi. Kompaniya rivojlansa, xodim joyida qolib ketadigan bo'lsa, men bu xodimdan yo voz kechishim kerak, yo bu xodimni lavozimi pasayadi, uni tepasiga ko'chadan kimdir kelish kerak. Ya'ni men xohlayman bu kungacha kelgan kompaniyani bugungi kunga olib kelgan jamoa har doim birga bo'lishini va bu uchun talab bularning rivojlanishi. Chunki kompaniya rivojlanishdan to'xtamaydi. Kadrlar ham agar rivojlanmasa, qolib ketib qoladi. Kadrlar ham kompaniya bilan birga rivojlanish uchun o'zimiz ustida ishlash kerak. Asosiy men oldimga qo'ygan maqsadlarimdan bittasi shu yoshlar bilan ishlab, yoshlarni o'stirish, bor kadrlarimizni salohiyatini yana ham oshirish. Qolgan ish bularni o'zini kuchi bilan, bularning orqasidan bo'laveradi.
demoqchi bo'lgan narsam aynan o'sha yoshlar haqida gapirganingizga, bugungi kunda o'zini shaxsiy biznesini boshlamoqchi bo'lgan yoki logistika sohasida ish boshlamoqchi bo'lgan yoshlarga qanaqa maslahat bera olardingiz? Nafaqat logistika, umuman qaysi sohaga qiziqadigan bo'lsa, qaysi sohaga kirib kelmoqchi bo'lsa yoshlar, o'sha soha bo'yicha yaxshi ilmni olish kerak. Misol uchun hamma tadbirkor bo'lmoqchi bo'ldi, bir shaklda nimadir ish bilan shug'ullanib yurganlar bor, lekin katta tadbirkor bo'lganlar bor, to'g'rimi? Misol uchun siz vrach bo'lishingiz uchun medinstitutda 8 yil, 10 yillab o'qishingiz kerak, ilmini olishingiz kerak va unda ham nechtasidir yaxshi vrach bo'ladi, kimdir o'rta me'yorona qarab yuradigan. Buni ilmi bor o'zini. Xuddi shunaqa tadbirkorlik ham bitta kasb bu. Ya'ni buni ham o'zini ilmi bor. Qaysi yo'nalishidan ketadigan bo'lsangiz, xuddi o'sha vrach bo'lmoqchi bo'lsangiz, kimdir tish doktoridir, kimdir xirurgdir, yo'nalishi bo'lganga o'xshagan, xuddi buni ham har xil yo'nalishlari bor. Qaysi yo'nalishdan ketmoqchi bo'lsa, o'sha yo'nalishni ustalari bor bozorda. O'sha ustalari kim? Kerak bo'lsa o'shani kompaniyasida ishlash kerak. Kerak bo'lsa o'sha inson balkim yo'lini qiladigan bo'lsa, shogird bo'lish kerak, o'rganish kerak. Undan boshqa biznesni boshqarishni, rivojlantirishni ba'zi bir omillar bor. Marketing bor. Siz moliyani, pulni to'g'ri boshqara olishingiz kerak. Ya'ni sotuv bor. Siz ishni boshlanishida sotuvchi ham o'zingiz bo'lasiz. Yaxshi sota oladigan bo'lishingiz kerak. Ishni boshida o'sha 4 ta odam bo'lsa ham boshqarishingiz kerak. To'g'ri boshqarishni bilishingiz kerak. Ya'ni menejmentni o'rganishingiz kerak. Bularni o'rganish uchun vaqt ketadi va buni o'rganganingiz bilan amalda qo'llamasangiz yoki qo'llayotgan kimnidir ko'rmasangiz esingizdan chiqib ketib qolishi mumkin. Maslahatim o'sha qiziqqan sohasi bo'yicha o'sha ish egalarini topish kerak. 1 yilmi, kimdir imkoniyat, salohiyatiga qarab 5 yildir, 2 yildir shogird tutish kerak, ishlash kerak, ishni o'rganish kerak. Albatta. Keyin sekin ham pul ham yig'adi, ishlaydi, tekinga ishlamaydi. Sekin bu ishni o'sha nozik taraflarni o'rgangandan keyin bu ishni boshlash kerak. Juda ham Tajriba muhim. Tajriba muhim. Juda ham ko'p misollarim bor. Misol uchun biz o'zimizda ham ishlab, keyin ish boshlab, ishini yaxshi yurg'izib ketganlar har xil sohalarda ko'rganmiz. Misol uchun yurist bo'lib yurib, keyin borib o'zi advokat ishni o'rgandi, qanaqa qilib rivojlantirish mumkin, qanaqa qilib sotish mumkin, qanaqa qilib klient topish mumkin, buni o'rgangandan keyin o'sha misol uchun advokatlik yoki yuridik tashkilot ochib rivojlantirganlar bor. Buxgalteriya xizmatlarini ko'rsatadigan firma ochganlar bor, marketing agentstvalar ochganlar bor. Har bitta narsani baribir ilmi bor. Ilmini o'rganish kerak. Yo'q, endi bazasi bor, puli ko'p, yaxshi investitsiya kirgiza olmayman deydigan yoki yaxshi g'oyam bor, investor topib qila olmayman deydigan yoshlar bo'ladigan bo'lsa, bu joyda balkim sirazi boshlashi mumkin, faqat u nima qiladi? Kerakli kadrlarni ola oladi. Qo'lida 500 ming, 1 million puli bor, qanaqadir kichkinaroq biznesdan noldan boshlayman deydigan bo'lsa, o'zini salohiyati yetmasa, salohiyati yetadigan odamni ishchi qilib olishi mumkin. Albatta. Endi yosh bu 18, 19, 20 yosh, 17 yosh bolalarda unaqa imkoniyat kamdan kam bo'ladi. Nechidir mingtadan balki bittasidadir. Asosiy yoshlar baribir tajriba olish kerak, ishlash kerak. Rahmat sizga. Behzod aka, bizga ma'lumki, aynan BTS Express kompaniyasining mijozlari nafaqat jismoniy shaxslar, balki ko'plab korporativ korxonalar bilan ham hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Aytingchi, aynan o'sha korporativ mijozlar sizni kompaniyangizni tanlashi uchun nima sabab? Juda ham ko'p faktor baribir ta'sir qilishi mumkin. Men endi hozir o'zimizdan kelib chiqib ba'zi bir narsalarni sanab o'tishim mumkin. Kompaniyamizning asosiy baribir qadriyatlaridan bittasi mijozlarni e'tibor markazida deb yozib qo'yganmiz. Mijozni xohishi muhim bizga. Bizni misol uchun xizmatimiz qanaqadir Adan Yagachon joy bo'lsa, anaqa
etapda bo'ladigan bo'lsa, mijoz yana qanaqadir narsani qo'shimcha qilishni xohlashi mumkin yoki qanaqadir qo'shimcha usulga xohlaydigan bo'lsa, bizni kompaniyada moslashish va mijozga moslashtirish juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. IT programmamiz ham o'zimizniki bo'lgani uchun juda qisqa muddat ichida o'sha mijozga moslab produkt yarata olamiz. Ya'ni mijozni xohishdan kelib chiqqan holda unga xizmat ko'rsata olamiz. Bu eng muhimlari deb hisoblayman. Va bunaqa korporativ mijozlar uchun sotuv bo'limining ichida alohida bo'lim qilib qo'yilgan va nechtadir mijozni o'sha menejerlar olib, menejerlarga biriktirib doimiy kontakt qilib qo'yilgan. Ular call centerga chiqib, ajdanaga turish shart emas, o'zini menejeri bo'ladi. O'sha programmamiz orqali ya'ni dostuplar ochib beriladi. Ular butun sistemasini jo'natgan jo'natmalarini, kimga jo'natgan, qancha jo'natgan, balansi qancha holda, hamma narsasini o'zini o'zi kontrol qila olishi mumkin. Shaffof turadi va bu narsani sayt yoki prilojeniyada ham qilish mumkin aslida. Va eng muhimi o'sha mijozlarimizni mahsulotlari ular xohlagan tartibda yetib boradi. Xohlasa o'sha qanaqadir muzlatiladigan rejimda, xohlasa misol uchun ertaga soat 15:00 da yetib borsin deyish mumkin. Va bizda tarmoq ko'pligi uchun boshqalardan farqimiz logistika alohida, bojxona xizmatlari bor va biz kompleks xizmat ko'rsata olamiz. Menimcha bu ham qulay bo'lishi kerak, chunki xalqaro logistikamiz bor. Xitoyda uni deylik bir konteyner tovari bor. Biz uni Xitoydan olib kelib, O'zbekistonda rastamoshkasini qilib berib, xohlasa tovarini omborxonamizda saqlab va uni mijozlarini talabiga ko'ra, buni sotuviga ko'ra kerak bo'lsa bo'lib olib borib berishimiz mumkin. Xohlasa umumiy to'liq holda misol aytgan manziliga yetkazib berish xizmatimiz bor. Bitta so'z bilan aytganda, misol mijoz qanaqa tartibdagi xizmat xohlasa, biz shunga moslashib xizmat ko'rsata olamiz. Behzod aka, yuqoridagi yoshlar haqida gaplashdik, aynan biznes boshlamoqchi bo'lganlar haqida. Shunda bitta savol tug'ildi menga. Siz aytyapsiz, agar yosh aytaylik 18-20 yosh, hali tajribasi yo'q, lekin biznes boshlash ishtiyoqi bor. Ularga nima kerak? Tajriba kerak. Agar shunaqa olovi bor, ko'zi yonib turadigan yoshlar sizda tajriba orttiraman deb, shu kompaniyangizda ishlab, bilim, ko'nikma, malaka orttiraman deb kelmoqchi bo'lgan yoshlar bo'ladigan bo'lsa, qanday kutib olasiz? Eshigimiz ochiq. Boya ham aytib o'tganimdek, o'zi bu yil shu yoshlar bilan ustoz shogird tizimini yo'lga qo'yib, yana ham kuchaytirmoqchimiz. Kelishligi mumkin. Ya'ni o'sha yo'nalishiga, tajribasi, imkoniyatiga qarab har xil lavozimlarda ishlashi mumkin yoki ish o'rganishi mumkin. Bizda bor, даже oylik ham kerak emas, kelib ish o'rganaylik deganlar. Misol uchun shu moliyada bo'ladimi, marketingdami, sotuvdami, umumiy boshqaruvdami, xodimlarni boshqarishdami farqi yo'q. Ya'ni agar qiziqishi bo'ladigan bo'lsa, imkoniyat yaratib beramiz. Asosan bizda misol uchun o'sha filiallar bor, yo'nalishlar bor, u joydan ish boshlanishi mumkin. Juda ham katta ya'ni xodimlarimiz juda ham katta qismi bugun o'zi ko'rib chiqdik. O'sha universitetlarda o'qiydigan talabalar ekan. Sirtqida o'qishi mumkin yoki kunduzgi o'qishda ham o'qiydigan bo'lsa, qanaqadir grafiklar asosida ishlashar ekan. Bular hammasi oliy ma'lumotli, mana o'qishni boshladi, 4 yil o'qiydi, bu yerda ishlashi mumkin, o'zini ustida ishlaydi. Ham o'qishini davom ettiradi, ham o'zini rivojlantirib, kompaniya ichida ham, ya'ni xohlasa direktor lavozimigacha, ya'ni o'sishi mumkin. Hozir yo'nalishlarimizni hammasiga o'sha deyarli o'zimizdan rivojlanib chiqqan insonlarni, misol uchun direktor lavozimiga qo'yib qo'yganmiz. Даже ekspress pochta yo'nalishimizga ham o'zimizda, misol uchun moliya bo'limida ishlab kelgan jamoamiz bitta a'zosini hozir o'sha direktor lavozimiga ham ko'tardik. Ajratilayotgan yo'nalishlarda ham o'sha yo'nalishda ishlaganlarni qo'ydik. Ba'zi bir yo'nalishlarimizda umuman boshqa yo'nalishda ishlagan bo'lsa ham qo'yishimiz mumkin. Ko'proq ichimizdan olamiz, ya'ni
chegarasi yo'q. O'saman deydigan yoshlar bo'lsa kelishi mumkin. O'sha HR bo'limimiz bor. O'sha yoki call centerga telefon qilib ham HR bo'limiga bog'lanishi mumkin. Suhbatdan o'tadi, testlari bor, testlardan o'tadi va ish boshlashi ham mumkin bo'ladi. Demak, BTS Express kompaniyasining eshiklari ishlayman, nimadir o'rganaman, tajriba orttiraman deganlar uchun ochiq. Ochiq, bemalol kelib Kutib sizlarni. ishlashlari mumkin. Behzod aka, siz bilan mazmunli suhbat qurdik deb ishonaman. O'zim uchun ham ko'pgina keyslar oldim, bilim oldim. Buning uchun sizga rahmat aytaman va qolaversa BTS Express kompaniyasini kelajakdagi ishlariga rivoj tilayman, muvaffaqiyatlar tilayman va bugungi ishtirokingiz uchun sizga alohida rahmat. Ajratgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Rahmat sizlarga ham kattakon rahmat ajratgan vaqtinglar uchun va menimcha gapimiz oxiriga keldi. Umumiy qilib bizni qo'llab-quvvatlagan, bizdan foydalangan mijozlarga kattakon rahmat aytmoqchiman. Hamkorlarimiz bor, birgalikda ishlab, ham ularni, ham bizni rivojlanishimizga qo'shgan hissasi uchun kattakon rahmat va kompaniyani bugun 17 yilligi bo'ladigan bo'lsa, bugungi natijalarga erishishidagi asosiy sababchilardan bittasi jamoamiz a'zolari hisoblanadi. Ularga ham ko'rsatgan xizmatlari uchun kattakon rahmat. Birgalikda biz bundan ham katta natijalarga Xudo xolasa erishishimizga ishonamiz. Xudo xolasa. Va biz rivojlanishdan to'xtamaymiz. Plan, rejalarni, maqsadlarni juda ham katta olib harakat qilib ketaveramiz. Xudo xolasa natijasini ko'rish nasib bo'ladi. Inshaalloh, inshaalloh. Aziz tomoshabinlar, bizni YouTube platformasida tomosha qilayotgan obunachilarimiz, kanalimizni kuzatishda davom eting. Bundan keyin ham turli xil mavzudagi qiziqarli suhbatlar, muvaffaqiyatga erishgan insonlarning taqdiri, hayot yo'llari, tajribalari bilan sizlar bilan bo'lishib boramiz. Biz bilan qoling.